Endilikda yoshlarga 7 yil muddatga garovsiz 100 million so'mgacha bo'lgan miqdorda imtiyozli mikroqarz va 5 milliard so'mgacha bo'lgan miqdorda kreditlar ajratiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ62 sonli yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq 18 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan ijtimoiy soliq to'lab kelayotgan, o'zini o'zi band qilgan shaxslarga asosiy qarzdan 2 yil muddatga, foiz to'lovlaridan 3 oygacha bo'lgan imtiyozli davr asosida 7 yil muddatga, sug'urta polisi yoki 3-shaxs kafilligi asosida 100 million so'mgacha bo'lgan miqdorda kredit mablag'lari mikroqarz sifatida ajratilishi belgilangan. Bundan tashqari, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yurituvchi yosh fuqarolarga, yuridik shaxs ta'sischisi bo'lgan tadbirkorlik subyektlari uchun, yoshlar uchun 20 ta ish o'rni ajratish sharti bilan 2 yilgacha imtiyozli davr asosida 7 yil muddatga jami 5 milliard so'mgacha bo'lgan miqdorda kreditlar ajratilishi nazarda tutilgan.